Assalomu alaykum. Biz Munisa Alijonovaga 2021-yildan kelamiz. Bu paytda bolam hali gapirishga olib tursa, gapligi ham tushunmasdi, dars o'tirishni xohlamas edi, o'rnidan turib ketardi. Bolam dars qila olmaydi deganmiz, chunki bolam aytganimizga kirmaydi, faqat siz bilan shug'ullanadi derdik. Keyin vaqt o'tgandan keyin haqiqatda tushunib yetdiki, bu onalarning o'zini oldiga qo'ygan dangasalik ekan. Uyda bola bilan qanchalik shug'ullansa, baribir o'zgarish bo'lar ekan. Shuni bildimki, Munisa bilan birga ishlaganimdan keyin bola bilan uyda ishlab qancha o'zgarish sezdim. Bola meni hozir yozishga harakat qilyapti, harflarni o'zgartirib qo'shib o'qiy olyapti, sonlarni farqli ranglarni ajratdi, savol javoblar qis odamlar bilan savol javoblarga muloqot qilishyapti. To'g'ri, mukammal sizdek gapira olmasa ham bo'g'inga bo'lib gapirib, xudo xohlasa buyog'iga to'liq gapirib ketadi. Men bunga ishonaman. Bola bilan hech qachon uyalmaylar ham, kerak bo'lsa magazinga olib chiqarlar, bola bilan olib chiqib magazinga tanishtiradilar narsalar bilan. Savdosida ham bola bilan ishlab, sonlarni o'rganishadi, sanolarni o'rganishadi. Bolam ro'za tutishni boshladi. Men shundan oilamiz bilan juda ham bu narsada xursandmiz. Tushunib yetdiki, shu ro'za farzligini bilib, tushunib yetib, kun davomida hech narsa yemayapti. Qorni ochsa ham foylayapti, men ro'zaman deyapti. Keyin bu Munisa Alijonovga yana dars o'tish metodikalaridan yoqqan tomoni bu real hayot bilan birga olib borilyapti. O'zini o'zi tayyorlayapti-ki, daji bizga muhtoj qilmasdan kelajakda ota-onasining har doim misol uchun vaqti bo'lishi bor, uyda bo'lishi bor. Shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun kelajakda biz sizdan bola yasha oladigan bo'lib tayyorlayaptilar. Buni misol uchun xohlasanglar, kelib o'zingizlar ham kuzatishingiz mumkin bu jarayonlarni. O'sha bola shu narsani olmagunicha harakat qiladi, to olgunicha harakat qiladi. 10 marta, 10 marta, 100 marta, 100 marta shu bola oxiri olganidan keyin chiqaradi. Boshqa joylaganman, borgan o'quv markazlariga logoped bilan shug'ullanishdik. Bo'ldi, bola charchadi, boshqa miyasi qabul qilmaydi deb chiqarib yuborishadi. Lekin bunisi bu narsa bo'lmadi. Vaqt kelsa, soatimizdan o'tib ketgan paytlari ham bo'lgan. Chiqarib olmaganlar. Bola chunki qabul qilyapti. Shu paytda hozir bosib o'tib olishimiz kerak deb shug'ullanib berganlar. Shu tomonlardan Munisa Alijonovani yoqqan. Sizlar bolamiz bizga nima deydi? Jazo, Allohga qahri nimadir qilgan aybimiz uchun berdi deb hech qachon gapirmaylar. Bu bizani nima deydi? Allohga yoqqan tomonimiz borki, Alloh suygan bandamizki, bizga beryapti. Shunaqa imkoniyat cheklangan bolalarni ota-onalariga olib kelinglar deb so'rab qolaman. Bunaqa ishlaydigan mutaxassis yurtimizda juda ham kamman. O'zimni boshimdan o'tkazganman. Nechta joylarga borib, shuni his qilib, shuning uchun tavsiya qilaman. Men har doim rahmat qo'yaman shularga.